10 kun, 15 kun, 18 kun Ramazon qoldi. Astoydil bo'lish kerak. Bu Qur'onni keyin yana eshitamiz, Alloh biladi. Bugun bir kishi aytdi, o'tgan yili saharlikda o'tirgan yaqinlarimiz bugun yo'q dedi mana. Rosa Qur'onni yaxshi ko'rishardi. Misol uchun mana o'tgan yili Qur'onni yaxshi ko'rgan odamlar bu yil yo'q, vafot etib ketdi. Qancha odam kasalxonada yotibdi. Oyog'imiz bilan kelib Qur'onni eshitishimiz bu Allohning katta tavfiqi. Bu mehrobda turib o'tib borgan jangalarda o'qib berayotgan qori shu darajada o'qib bersinki, uyoqdagi odam ixlosi buni ilhomlantirib yuborsin-da. Alloh taolo ilhom bersin. Bu nima bo'ladi? Qur'onni hurmat qilingandan evaziga Alloh taolo xohlagan dasturxoningizni yozib qo'yaman qiyomat kunida deyapti. Qur'onni hurmat qiling, eshiting, orom toping, quloq tuting, la'allakum turhamun oyat mana shu joyga to'g'ri keladi. Shoyatki qiyomat kunida jannatga olib kirilib rahm qilinsangiz.